Assalomu alaykum, Damashli biznes kanali obunachilari, hurmatli quruvchilar va bo'lajak quruvchilar. Xo'p, stanogimizni yangiladik deb xabar bergan edik. Xudo xolasa qildik, o'zini oqladi. Degan mehnatimiz, narxini tushirganmiz. Asosiysi arzon sho'rva tatimaydi deganlarga. Xudo xolasa ishlashi yaxshi. Bu yerda hozir qaynatilgan chakkidan qurib qildik. Ozgina bo'shroq ekan, lekin yaxshi chiqishi zo'r. Xo'p, buni narxini tushirganimiz, materialdan ozroq ekonom qilganimiz xudo xolasa stanoyda ishlashiga, sifatiga ta'sir qilmadi. Yaxshi bo'lsa bo'ldiki, yomon tomonga o'zgarish qilganimiz yo'q. Endi akamiz o'zining sharoitini qilib yo'lga qo'yib olsa, biz yutug'imiz shu bo'ladi. Kelaverasizlar, Sharxonda kutamiz.